Mamlakatimizda yoshlarga oid siyosatimiz yoshlarimizni 100% ish bilan ta'minlash, band qilish va ularning tadbirkorlik salohiyatini oshirish. Bu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirilib kelyapti. Bugungi kunda universitetimiz tomonidan tashkil etilgan karyera kuni yarmarkasiga 140 ta ortiq tashkilotlar taklif etildi. Ular vazirlik, agentliklar, MCJ, klasterlar va shaxsiy tadbirkorlar. Kasbga yo'naltirish maqsadida 47 ta tashkilotlar bilan dual ta'lim tizimi bo'yicha shartnomalar imzolanib, 150 dan ortiq talabalar ishga qabul qilinib, qo'shma ta'lim yo'lga qo'yildi. Ushbu tadbir qatnashuvchisi Poytaxt bank jamoasidamiz, Poytaxt bank rahbariyatidamiz. Asosiy karyera kuniga taklif buyurganimizdan maqsad mavjud hozirgi kundagi eng dolzarb va qiymati yuqori bo'lgan kadrlarga e'tibor sifatida bilimli kadrlarni tayyorlashda inson kapitaliga bo'lgan hozirgi kundagi yuqori ehtiyojdan, talabdan. Biz ham o'zimizning yo'nalishida xorika tushunchasi bor. Xorikada mavjud loyihalarimizni rasmiylashtirishda shu soha vakillarida iqtisodiyot yo'nalishida o'qishni tashkil qilgan va bilimni olib hozirgi kunda bitiruvchi sifatida o'zini amaliyotlarini bajarayotgan talabalarni bankimizga amaliyotli tarzda qabul qilib, ishni davom ettirishda sharoit yaratishdan iborat asosiy tizimlarimiz. Bu tadbirda asosiy inisiatorlardan bizning hisobimizda Agrar iqtisodiyot kafedrasi bo'lgani uchun ular bilan qo'shma memorandum loyihasini imzoladik. Kelgusida bu kabi loyihalar bizda mavjud talabalarning keyingi bitiruvchi statusidan ishga kiruvchi statusiga o'tishda asosiy bir yo'l hisoblanadi. Universitetimizda har chorakda 2 martadan shu ko'rgazmalar bo'lib o'tadi. Aynan yo'nalishlar bo'yicha fakultetlarimiz kesimida. Hozirda o'zim ham yo'nalishim bo'yicha ilmiy tadqiqot institutiga, o'simliklar himoya qilish karantin ilmiy tadqiqot institutiga va karantin inspeksiyasi agentligiga qiziqish bildirdim va u yerga hujjat topshirish jarayonidaman. Nasib u yerga to'g'ri kelsak, talablariga javob bera olsak, ishni xudo xohlasa boshlaymiz.